Xitay bilan Tayvan o'tturisidagi ziddiyyat davomlıq keskinlashməkdə. Xitay 38 kürəşçi ayroپىلان bilan Tayvanның ھاۋا بوشلۇقىغا yana bir qېتىم xilaplik qildi. Bu Xitay bugüngə qadar ən ko'p ayroپىلان bilan Tayvan ھاۋا بوشلۇقىغا kirishi. Tayvan Davlat Müdafiə Ministerliyi Xitay hava armiyasining oldi bilan 25 ayroپىلان, bir necha soatdan keyin 13 ayroپىلان bilan havo boshlig'iga kirganligini bildirdi. Tayvan bosh ministri Xitoyning havo boshlig'iga xiloplik qilganligini rahimsiz va vahshiy deb tasvirladi. Misir aviatsiya şirketining yo'lovchilar ayroplani İsrailiya bilan Misir o'tturisida imzolangan tinchlik kelishimidan buyon tunji qېتىم Tel Avivga qo'ndi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Misir aviatsiya şirketining قاھىرە-تېل aviatsiya liniyasi Misir prezidenti Abdulfattah el-Sisi va İsrailiya bosh ministri Naftali Bennettning 13-sentabr Misirning Arsham ئەل-شەيىختىكى uchrashidan keyin boshlangan. Yevropa İttifaqının tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Saudiya Arabiston bilan hamkorlik kelishimi imzolaydiganligini e'lon qildi. Egilanishicha, Borrell dengiz qo'ltiqi rayoniga qilgan tunji ziyorati doirasida Qatar va Arab birlashma xalifaligidan keyin Saudiya Arabistonga borgan. 2 oktyabr Fransiya poytaxti Parijda Xitoyning Uyg'urlar ustida yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatiga qarshi turish, jumladan Fransiya qatorliq ellarni Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish va buni to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqirish qatorliq maqsadlar bilan zo'r ko'lamli namoyish o'tkazildi. Bu qitimqi namoyishga Uyg'urlarni qo'llovchi Yevropa va Fransiya parlament a'zolari, ko'p sondagi yerlik fransuzlar, atrofdagi davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari tomonidan tashkillanib elib kelingan Uyg'ur jamoati va siyosiy faoliyatchilar qatnashib Parij ko'chalarini zilzilaga soldi. İtaliyaning Milan shahrida bir kichik tiplik ayroplon uchib o'tib uzun o'tmay tushib ketib, 8 odam qazo qilgan. Egilanishicha, Milan Linate aerodromidan Sardiniya orolidagi Olbia shahriga qarab yo'lga chiqqan bu kichik shaxsiy ayroplon uchib uzun o'tmayla noma'lum sabab bilan tushib ketgan. İran Tashqi ishlar ministri Hüseyin Amir Abdullahyan Amerika prezidenti Joe Bidenning to'g'ri qo'yilgan 10 milliard dollarni qo'yib berishi va bu orqali yadro suhbatiga qaytish orzusini ifodalashi kerakligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi jurnalist Jamal Qashqchi suiqasdga uchraganligining 3 yilligida bayonot e'lon qilib, uning favqulodda hayoti va merosini hurmat bilan xotirlaydiganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministrligi bayonotida chet eldagi o'qituvchilarga tahdid soladi deb qaralgan 76 Saudiya Arabiston fuqarosiga viza cheklamasi qo'yganligini eslatib, Amerikaning kishilik huquqni tashqi siyosatining markaziga qo'ydiganligini o'tirib qo'ydi.